Qadrli do'stlar, hammalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Toshkent viloyatining Yangi bozorda internatsionaldan Jamshid akam kelgan. Assalomu alaykum. Jamshid aka, qandaysiz? Charchamiz. Jamshid akamni tanimaganlar bilib olsin. Xudo rahmatli Hojiboy Tojboyev aytgan traktorchi akam shu kishi bo'ladi. Xudo xolasa nasib qilsa, yuzimiz yorug' qilsin. Akam to'pli nasoslarini cho'tki qilib berdik. Akam o'zi zapchastlarini olib keldi, raspredel plunjer paralarini garantiya bilan akamga qilib berdik. Avvalo Xudo akajon aytasiz, akamda bo'layotgan ayblari tagis bo'lmagan, kuch bo'lmagan traktorda. Traktorni sevaman bilasizlar. Uroving ham ko'tarilib ketgan. Jamshid akam Xudo xolasa Allohim berib qo'ysa boradi, qo'yadi. Bir kun ikki kun yuradida menga nima bo'layotganini aytadi. Akajon, bizni dizelchi akalarimizga bitta salom yo'llab qo'ying, iltimos sizdan. Hammalarga salom. Nasha akamga kelinglar. Inshaalloh Xudo xolasa. Zo'r. Avvalo Xudo remont qildirmasalaringiz ham любой maslahat aloqaga chiqingizlar, qo'limdan nima kelsa qilaman. Xudo rahmatli Hojiboy Tojboyev aytgan traktorchi mana Jamshid akam bo'ladi. Xudo yor bo'lsin jigarlarim. Rahmat ketdi. Rahmat hammalarga. Rahmat aka. Rahmat.